Assalomu alaykum. Muhammad opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bezovta qilmadik, shuni taqsim bo'ladim. Assalomu alaykum. Nimaga? Rahmat. Kelinglar, kelinglar. Xush kelibsizlar uyimizga. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bezovta qilmadikmi? Yo'q, rahmat. Charchamayapsizmi? Qachon bo'lgansiz qandli diabet? Men qandli diabet bo'lganiga 14-15-yil ketyapti. O'zi oilada bormi? Oilada, adalada bormi? Bor edi, ayamda bor edi. Nimadanki o'sha bilib qoldingiz? Sahr bo'lganini. Menda holsizlik bo'ldi. Keyin borsam, sahrim chiqqan ekan. Nechi? Sahrim meni 14-13 yurardi. Keyin doktor nima berdi? Holatingiz qanaqa edi? Holatim susroq edi. Keyin oyoq qo'limda og'riq qattiq edi. Oyog'imda og'rig'ini biz tekshirtirganimizda, tomografiya qilganimizda suyak yemirilish degan edi. Tizzamda tagi juda qattiq og'ridi. Men zinalarga chiqa olmasdim. Keyin sal o'tirsam, ko'proq o'tirsam, 10 metr, 15 metrga oqsab yurib, keyin yurib ketardim. Keyin yurib ketardim, o'zimni o'nglab ketardim. Kechqurunda uxla olmasdim. Oyoq qo'limda qattiq og'riqlar bor edi. Juda qattiq og'riq bor edi. Keyin mana shu choyni ichdim, insulin olardim. Necha mahal? 2 mahal. Bir kunda 2 mahal. Shu insulindan keyin aytsaman nechiga tushdi sahringiz? Yo, tushdi sahrimmi, baribir oyoq qo'limdagi og'riq umuman to'xtamardi-da, og'rirdi. Men keyin bolalarimga uxlanglar deb shu yig'lagan holatlarim ham bo'lganda, qattiq og'risi. Keyin shu choyni ichdik. Qayerda ko'rib qoldingiz buni? Buni men reklamada ko'rdim. O'zingiz? Ha, telefonda ko'rdimda, keyin boshida ishonchsizlik bo'ldi. Bo'ladi-ku hammada. Ha, men ko'p narsa ichganman. Keyin ko'p mana shu televizorda reklama bo'lganlarini ichdim. Foydasi yo'q edi. Bu dori meni oyoq qo'lim qaqshashini, o'sha suyak yemirilish deganlarini to'xtatib berdi. Mashaalloh, postayman. To'xtatib berdi o'shalarni. Faqat og'riqlashim bor-da. Nimangiz bor? Mana ariqlashim bor. Ha, ozib ketyapsiz shunda. Holatlaringiz qanaqa? Shu choydan keyin qancha bo'ldi buni ichayotganingizga? Buni ichayotganda mana hozir 2-kursini ichyapman. 3 oy ichdim. Mana 3-oy, 6-oy yana. 6-kursini, endi 2-kursini ichyapman endi. Ha. 1-kursini o'zida 3 oyligida o'zida meni uyqum joyiga keldi, maza qilib uxlayotgan bo'ldim. Keyin o'sha suyak yemirilish deganlari yo'q bo'lib ketdi. Oyoq qo'limdagi qaqshashlar, bo'g'inlarida qaqshashlar yo'q bo'lib ketdi. Tushunarli. Hop, dieta qilasizmi hozir? Yo'q. Dieta qilmaysiz-a? Dieta qanday? Kuchlik, juda kuchlik ovqatlardan dieta qilaman. Masalan, xamirdan yoki moshdan dieta qilaman, qovundan. Qolgan narsani sekin-asta iste'mol qilaman, yuraman kamdan. Tushunarli. Sahringiz necha chiqdi oxirgi o'lchaganingizda? Oxirgi o'lchaganimda 18 chiqdi. 18? Qachon o'lchadingiz? Men yo'tal bilan больницаga yotdim. Nega больницада yotdingiz? Yo'tal bilan tomog'ingiz og'ridimi? Ha, shamollab qoldim. O'shanda yotganimda. Hozir ovqatlanganmisiz? Hozir betlanganman. Choydan keyin nima o'zgarishlar bo'ldi? Undan tashqari, og'riqlaringizdan tashqari. Uyqum yaxshi bo'ldi, yengil bo'ldim. Chopib yuray turgan bo'ldim. 7-2 chiqdi sahringiz. 7-2. Choydan minnatdormisiz axir? Yo'q, choyda chiqarganga rahmat. Shunchalik yordam berdi-da. Menda masalan endi bitta kasal emas-da. Qarang, menda keyin o'sha jigarimda ham shish bor edi. Jigaringizda shish? Ha, qachon qo'rqaman jigarimda o'sha tekshirtirsam, jigaringizda hech narsa yo'q, nima tekshirtiryapsiz deydi. Jigarimga, qo'l oyog'imga, uyqumga rosa yaxshi yordam berdi. Hop, mana siz boshida ko'rganingizda ishonchsizlik bo'ldi. Men ko'p narsani ichdim-da, ko'p narsa ichdim. Xuddi shunaqa mana sizga o'xshab ishonchsizlik qilayotgan mijozlarimizga, masalan, dardi bor, ya'ni qandli diabeti bor, uni ishonmayapti. Shularga nima deya olasiz? Men tanishlarimdan bu kunda shaharlik bir tanishim keldi. Qo'l oyog'i og'rirganda, oyog'i oqsib qolgan ekan. O'shanga aytdim, o'sha choydan olib iching, oyoq qo'lga juda foydasi bor ekan. Bitta sahrga emas, olib iching deb unga tavsiya berdim.
Keyin bir kampirimizga tavsiya beruvdim, u kishi olib ichuvdilar. Hozir u kishi kecha jumnaska kiyib yurardilar-da oyoqlariga. Keyin o'sha naskalarni ichib turgan ekan. Keyin nima naskangizni ichdingiz dedim. U kishi o'zimizga tegishli-da endi. Keyin yo'q, oyog'imda og'riq pasanda bo'ldi. Yo'q, oyog'imda og'riq tegdi. Unga ham beruvdingiz. Unga ham tavsiya beruvdim. U kishi olib ichdi, lekin bu kishi endi olib ichaman deb Actimate kompaniyasini nomerlarini olib ketdilar. Siz meni masalan gapir deganingizda men gapirib bermasdim. Pul bersangiz ham gapirib bermasdim. Nimaga deganda o'sha dardman odamlarni aldash Xudoga to'g'ri kelmaydi. O jazo olish mumkin-da inson yolg'on aytib. Men sizlar aytaman, pul berganlaringda men sizlarga reklama qilib bermasdim. Lekin qishloq odam pulga muhtoj bo'ladi. Men o'sha ishni qilmagan bo'lardim. Men haq gapni aytyapman. Meni oyog'imda o'sha tomografiya qilganimizda suyagi yemirilish berdi. Men mana shu zinachaga chiqa olmasdim. O'zimni avval mana shunday ko'tarib, bu oyog'imni sudrab chiqardim. O'sha oyog'imda og'rig'i yo'q hozir. O'ynab chiqib ketaman zinalarimda. Shuni bor haqiqatda. Bor haqiqat aytdim. Men qo'l oyog'imda og'rig'idan hattoki xo'jayinim ham bezor bo'lgan edi. Voy muncha qildingsan, dod demagin, yotgin, jonga tegdi-yu deb Kasal odamga yana degan. Men yanada ezilardim, lekin men o'shandan minnatdorman bu kompaniyasidan, o'sha choydan minnatdorman. Foydasi tekanidan Foydasi xursandman. tekanidan xursandman, rahmat ham aytaman o'sha chiqargan odamga. Xudo xolisa, Sahradan chiqib ketgan holatingizni ham ko'rish nasib qilsin. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Ilohim. Sizlarga ham rahmat kelganlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Ichda davom eting, xo'p, mana bu sizga. Ichda davom eting.